agar ekspluatatsiya qilishga, remont qilishga bo'lsa, bizda hamma servis условияmiz bor. Hammasi медицинское оборудование, машины тоже. Это все, что мы за последние годы в Узбекистане создали вот такую мощную промышленную сеть, которая нас bizda hozirgi modelde talablarimizga qoniqtiryapti. Shuning uchun biz qardosh qirg'iz xalqimizga ham buni iloji boricha qandaydir imkon yaratish bo'yicha shuni sizga qachon qachon olib beriladi? Ruxsat bersangiz, ertaga u Andijon. Turkman elining shoiri va mutafakkiri, so'zlar xazinasining xazinaboni Maxtumquli haqida. Nima uchun so'zlar xazinasining xazinaboni deganimizni uning she'rlarini o'qish orqali bilib olasiz. Bir nechani qilding moli bisyori, bir nechani qilding bir pulning zori, yaxshi yomon odam zotining bori, navbat bilan o'tib borishin ko'ring. Maxtumquli 1733-yilda Gurgan daryosi sohilidagi Hoji Gavshon qishlog'ida dunyoga kelgan. U dastlabki ta'limni oilada o'z otasidan olgan. Chunki Maxtumqulining otasi Davlatmamad Ozodiy ham shoir bo'lgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Ozodiy 1700 va 1760-yillarda yashagan. Maxtumquli keyinchalik qishloq maktabida Niyoz Solih mulla qo'lida o'qigan va keyin Qiziloyoq qishlog'idagi Idris Bobo madrasasida, undan so'ng esa Buxoroning Ko'kaldosh va Xivaning Sherg'oziy madrasalarida tahsil olgan. U Nizomiy, Firdavsiy, Fuzuli va Navoiy singari mashhur shoirlar ijodidan bahramand bo'lgan. Shuning bilan birgalikda eslab qoling, Maxtumquli mohir zargar bo'lgan. U Afg'oniston, Eron, Hindiston, Ozarbayjon, Samarqand, Turkiston kabi bir qancha shaharlarga sayohat qilgan. Maxtumqulining oilaviy sharoitlari xususida Turkman xalqining ardoqli shoiri, mutafakkiri, Turkman adabiyotini butun dunyoga tanitgan inson, hayotni aslida nimaligini butun umr izlagan va hayotni tushunishga harakat qilgan, haqiqatsevar, xalqini birlashishga chorlagan vatanparvar, so'z donlarini emas, boshoqlarini tergan Maxtumquli 1783-yilda olamdan o'tgan. Qayg'u g'amda aziz umrim so'ldirib, shum falak azobim raygon ayladi, yozgan kitoblarim selga oldirib, ko'zlarim yo'lida giryon ayladi. Kuydirar shum falak jabru jafosi, ishonmang yolg'ondir ahdu vafosi. Maxtumquli yo'q, bu so'zning xatosi, falak alif qaddim. مادرم می گفت دایم وقتی خواب کن البته با پهلوی راست. آن همه کاری که نیت می کنی سر بیکن با قوه بازوی راست. نان را دائم به دست راست گیر، پوش اول آستین راست را، گر ببندی عهد دست راست، دست چپ نی خیر دارد نی بقا. خورد بودم بیخبر بودم هنوز، فرق بین دست چپ و راست چیست؟ خواب کردن سیر بودن مدعا در دست چپ. Süleymanov Qozog'iston adabiyotining bir parchasi, patriarxi va klassigi. 65 yil, ya'ni hayotining 3dan 2 qismi davomida o'ziga xos asarlarni yaratib kelmoqda. Yoshi ancha o'tib qolganiga qaramay, o'z keskin mulohazalari va sinchkov qarashlari bilan bizni taajjubga solishda davom etmoqda. Любопытными размышлениями. Mana u
Ochiq aytaman, barcha MDH davlatlarida fan darajasi so'nggi 30-40 yilda keskin pasayib ketdi. Adabiyot darajasi butunlay pastga tushib ketdi. Chunki oqilona qilinmagan o'zgarishlar adabiyotni bozor iqtisodiyotidagi oddiy mahsulotlar turkumiga qo'shib qo'ydi. Men 60-yillar avlodiman. 60-70-yillar Sovet ittifoqida adabiyotshunoslar va san'at uchun baxtli davrlar bo'lgan. Eng yaxshi kinolar ishlandi, eng yaxshi kitoblar yozildi. O'sha paytlarda iqtisodiyotda yalpi ichki mahsulot 8-9% ga oshdi. Bunday davr ungacha ham, undan keyin ham bo'lmagan. Sulaymonov fikrlari yangilik emas, ammo bu gaplar ancha ochiq aytilgan. Chunki bu fikrlari bilan o'zini o'ylaydigan qalamdoshlari va qardoshlarini ancha-muncha depsintirib qo'ydi. Shuningdek, uning bunday haqqoniyligini birinchi marta deya olmaymiz. O'lja Sulaymonov butun ijodiy faoliyati davomida isyonkorlik ruhida ijod qilgan. U bugun ham o'sha kuch, g'ayrat, ulug'vorlik ramzi bo'lib xizmat qilmoqda. Bir paytlar u hayotda adabiyot bilan bunchalar yaqin bo'ladi deb tasavvur ham qilmagan. Bo'lg'usi shoir Almatida mashhur Bahodir Oljaboy avlodi oilasida tug'ilgan. O'ljasining otasi Umar 30-yillarda qatag'on qilingan va keyinchalik otib tashlangan. Lev Gumilyov O'ljasiga uning otasi bilan Norilsk lagerida muddatni qanday o'taganini so'zlab bergan. Maktabni tamomlagach Sulaymonov Qozog'iston davlat universitetining geologiya fakultetiga o'qishga kirgan va geologik tekshiruvlarda bo'lishga ham ulgurgan. Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. Biroq she'riy iste'dod shoirni hayot yo'lini qayta ko'rib chiqishga va muhandis geolog kasbini bir chetga surib qo'yishga majbur etdi. 1958-yil O'ljas Gorki nomidagi Moskva adabiyot institutining she'riy tarjima bo'limiga o'qishga kirdi. Институт имени Горького на отделение поэтического перевода. Ammo u yerdagi o'qishni yakunlay olmadi. O'qishdan haydaldi. Aytishlaricha oddiy janjal bunga sabab bo'lgan. Shunga qaramay, 1959-yilning iyun oyida Adabiyot gazetasida Sulaymonovning ilk she'rlari chop etildi. Первые стихи Сулейменова. O'lja Sulaymonov biografiyasidagi qiziqarli faktlar. Sovet yozuvchisi va inqilobchisi Dmitriy Furmanov isyon qissasida tilga olingan Krepostnoy ko'chasining aynan o'zida tug'ilgan. Maktabda o'qish darsidan 2 olib, 2-yilga qolgan. Jurnalistika fakultetiga kirmoqchi bo'lgan, ammo onasining 2-rafiqi, jurnalist Abduali Qarag'ulov O'ljasini bu yo'ldan qaytargan. Yuriy Gagarin bilan 3 marta uchrashgan. U bilan birga Mixail Sholoxovning Vyoshenskaya stansiyasidagi uyida mehmon bo'lgan. 1959-yilda Sulaymonov sovet poeziyasi klassigi Ilyas Silvinskiyga ilk she'rlarini ko'rsatgan. U miyig'ida kulganicha so'ragan: "Boshqa kasbingiz ham bormi?" "Bor, geologman. Yaxshisi geologiya bilan shug'ullaning. Baribir yaxshi she'r yoza olmaysiz. Ammo